Alisher aka, oxirgi paytlarda mana ko'ryapmiz, shu suvga ham chiqindi tashlash, qolaversa mana kanalizatsiya inshootlarini axlat qutisi deb o'ylash tobora urfga kirib boryapti. Mana suvda turibmiz. Sizda mana obod yurt aksiyangiz doirasida Xudoga shukr, mana shu atrofdagi chiqindilar tozalanib qolmoqda. Boshqa joylarda-chi, so'nggi paytlarda ichimlik suvga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirish payti kelmadimi-kin? Ochig'ini aytaman, men o'zim ham hozir kelib Chirchiq daryosining bo'yida yurganda ko'rdimki, ko'pchilik haqiqatan ham o'zi human made deydi ingliz tilida, bir shunaqangi ko'p ekologik krizislar haqida ko'p gaplar keladi. Ya'ni odam tomonidan o'sha odam ta'siri bilan paydo bo'lgan krizislarda ekologik mana shu krizislar ham aslida odam ta'sirida paydo bo'ladi. Mana suv bo'yidagi chiqindixonaga aylanib ketganini yaqqol misoli odamlar kelib dam olib foydalanishganda, lekin foydalangandan keyin bu suv atrofini, qimmatli resurs mana shu daryoni atrofini asrab avaylamaganmiz. Mashinalarda kelib polietilen xaltalar, oyoq kiyimlar, har xil kiyim-kechaklar, har xil konserva bankalar, butilkalar, juda ko'p narsalarni, shishalarni tashib ketishgan. Chiqindixona bo'lib ketgan, to'g'risi mana shu joylar. Hozir mana kelib tozalayapmiz. 2-3 ta mashinaga ortdik, hali ishimiz boshlandi mana. Qarang, mana bolalar qopchiqlab olib kelishyapti. Hozir men o'zim ham chiqib kelyapman mana. Bu yerda ham mana bolalar qopchiqlab tashlab yurishibdi. Chiqindi hamma joyda. Chiqindi nimaga? Biz suv asrashimiz kerak. Bu suvlarni suv qadriga yetishimiz kerak. Unga chiqindi uloqtirib bo'lmaydi. Mana shuna hozir yaqinroq borsangiz, ichidan chiqindi chiqib keladi. Mana hozir bitta misol ko'rsataman mana. Mana. Mana yaqinroq kelsa mana chiqindi mana bu. Shu suv ichi to'la chiqindi-da mana. 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 Ermak va hokim mana butilka mana. 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 Hali uzoqqa borganimiz yo'q. Ko'z oldimizdagi joy mana. Suv ichiga tashlab yuborilgan mana. Bu tomondan qaraganda hurmatli prezidentimiz BMTgacha ko'tarib bordilar suvni masalasini. O'zbekistonda forum o'tkazamiz dedilar. Bu hali-ku suv bo'yi. Sal suvdan tashqari cho'lroq joylar qanaqa ekan, tabiat qo'yini qanaqa ekan? Hammasi o'zimizga bog'liq. Men yoshlarga bog'liq deb o'ylayman. Yoshlar tashabbuskor bo'lib, tabiatimizni, vatanimizni, kelajagimiz uchun asramasak, bizga birov kelib hech qachon buni tozalab bermaydi. Lekin bitta narsa, shu chiqindini tashab, mana vijdonsizlik qilib, insofsizlik qilib, mana shu suv bo'yiga chiqindi tashab ketgan odamlarga insof bersin. Chunki ular ham suvni tejamasa, asramasa, bir tarafdan harakat bo'lgani bilan ikkinchi taraf harakat qilmasa, qarshi qo'ldan chiqadi. Ikki taraf ham, ya'ni o'sha chiqindi uloqtiradiganlar ham insofga kelib, mana shu volontyorlarning ko'ngilli, bular ham kimlardir farzand. Bular ham kimnidir mana shu aytaylik qanaqadir tanishi yoki yaqini. Rejalari bor edi dam olish kunlarida o'zini qanday? Shunday. Bular mana shu joyga kelib hozir mana ko'ngilli ravishda tozalashyapti, vaqtlarini sarflab. Men o'ylaymanki, bu challenge'imiz davom etadi, katta challenge, butun respublika bo'yicha obod yurt degan challenge'imiz, to'xtamaymiz. Albatta vazifa juda ham vazifani ko'lami juda ham keng va katta, uni birdaniga qoyillatib bo'lmaydi. Hozir mana tozalab bo'lganimizdan keyin hozir kelib siz yana qidirsangiz yana chiqindi chiqadi. Shunchalik ko'pda yerni tortsangiz yana suv yonida mana bir qadamda shuna chiqib keladi yana. Konfutsiy aytgandek, butun umr zulmatni qoralab o'tish mumkin, lekin bitta sham yoqib qo'yish ham mumkin deganda, bitta baklashkani olib qo'yish bilan bitta baklashkani tashlab ketishda o'rtasida katta farqi bor. Shunday yig'ilib, xuddi Navoiy bobomiz aytgandek, qatra yig'ilib daryo bo'lur degani shuda. Mana shu daryo bo'lishi shuda. Nurbek Alimov yozuvdi bir paytlar, ichgan suvini baklashkasini to'g'ri borib axlat qutisiga tashlaydigan odam men uchun eng vatanparvar odamdir. Shu. Rahmat sizga, bu tashabbus uchun rahmat, bu loyiha uchun. Iltimos sizlardan shu boyagi narsaga amal qilaylik, shu tomchi yig'ilib daryo bo'lur degan narsani tushunaylik. Shu yig'ilib kichkina bo'lib hamma joy raso bo'lib ketishi mumkin. Tabiatimizni asraylik, o'zimizning ona tabiatimiz-ku. Rahmat. Shu. Rahmat. Sog' bo'ling.